Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangobod jamoat xo'jaligidan marhum kitobshunos Hoji bobo ta'lim faxriysi bo'lgan Do'stqobul Qodirovni 2018-yilda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 10,000 dona kitobi borligi uchun tashkil etilib, viloyat hokimligi barcha ba'zi mas'ul rahbarlar tomonidan Yangobod jamoat xo'jaligini 7-sonli maktabini yonida joylashgan Do'stqobul Qodirovni uy kutubxonasiga tashrif buyurdik. Ko'rishimiz mumkin. Biz ham yoqamizni ushlab hayratda qoldik. Sababi nimada? 10,000 dona kitobi bor kutubxonani men hali yaqin tarixda Muzrabotda eshitmagan edim. Mana keldik, ko'rdik, guvohi bo'ldik. Mana Ravshan akamiz ham o'qituvchilar, hozir ancha yillardan beri Toshkent shahrida o'z faoliyatlarini olib borib, ilmiy izlanishlar, bir yoshlarimizni kitobga jalb qilib, targ'ibot qilish. Mana bir vaqti zamonlar buyuk insonlar o'tgan O'zbekistondan aytib o'tishimiz mumkin. Mirzo Ulug'bek, Zahriddin Muhammad Bobur, Alu Abu Ibn Sino, Alisher Navoiy, yana bir qator Amir Temur buyuk sarkarda o'tgan mana shunday O'zbekistonimizda yana ilmli odamlar kelib chiqishi uchun mana shaxsan harakat qilib sidqi dildan xizmat qilyapmiz, bel bog'layapmizki, yoshlar kitobga mehrini qo'yib, mana shu ba'zi bir arab davlatlarida homilador ayollar ahamiyat beramiz. Homilador ayollar turganda bo'sh vaqtida Qur'on kitob o'qib, tug'ilgan farzandlari qizmi, o'g'il bo'lishidan qat'iy nazar 9-10 yoshga borib qori bo'lgan holatlarini eshityapmiz. Hech kimdan, mana hurmatli prezidentimiz aytib o'tgan, marhum prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek, hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz degan shiorlari bilan yoshlarimizni ilmga jalb qilish uchun mana video tasvirlar qilyapmiz. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan mana shu misralarga ham e'tibor qaratib, hech kimdan kam bo'lmagan davlat bo'lib, fuqarolarimiz yaxshi yashab, yoshlarimiz ilmli bo'lish uchun sa'y harakatdamiz. Shuning uchun barcha mas'ul rahbarlardan, ota-onalardan iltimos qilib so'rab qolardikki, yoshlarimizni qo'liga telefon berib, uni miyasini zaharlamasdan kitob berib, qo'liga ilmga safarbar qilib, mana hozir ilmsiz odam hech qaysi davlatga kerak emas. Ilmli odam hamma joyda kerakli inson bo'lishi uchun biz ham mana sidqi dildan harakat qilyapmiz. Mana Ravshan akamizga qisqacharoq so'z navbatini berib, video roligimizni yakunlashga harakat qilamiz. So'z navbati sizga, Ravshan aka. Rahmat Akmaljon, juda bir ajoyib g'oyani, juda bir ajoyib tashabbus bilan chiqibsiz. Mana shu iloji boricha mana hozir yurtimiz bo'ylab juda ko'p turli tuman reklamalar ko'payib ketdi. Mana shu bema'ni, qo'pol bo'lsa ham bema'ni bir foydasiz reklamalarni o'rniga qani kitob reklamalarini ko'proq qilsa, sizga o'xshagan blogerlar ham, jurnalistlar ham bu ham nur ustiga alon nur bo'lar edi. Mana hozir aytib ketdingiz, haqiqatan ham butun yoshlarni, butun oilani deymizmi, xalqni internet balosi qoplab oldi go'yoki. Buni o'rniga o'sha yoshlarimizni, O'zbekiston yoshlarini, xalqini ilojida boricha kitobga qaytarish kerak. Chunki kitob bu insonni kelajakka qanday yashashini, qanday hayot kechirishini, kerak bo'lsa qanday o'sha iqtisodiy tomondan chiqib ketishini, go'zal, ajoyib bir hayot kechirishini o'rgatadi. Avvalambor inson hayotga keldimi, nima kelib, qanday to'g'ri nimaga ketishini bilish kerak. Faqat odamni maqsadi yeb, ichish, kiyinish emas. O'sha kitob insonni hayotga keldingizmi, siz kimsiz?
nima uchun keldingiz hayotga, qanday yashash kerak, qanday turmush kechirish kerak, qanday sog'lom bo'lib yashash mumkinligini hammasini mana kitob insonga o'rgatadi. Shuning uchun men demoqchiman, iloji boricha hamma yoshlarimizni qo'liga kitob berish kerak. Mana shu internetdan, telefondan bolalarimizni iloji boricha uzoqlashtirish kerak. Mana eng yomon hozir ko'ryapmiz, ota-onalar yoshgina bolani qo'liga ham hatto o'zi bilmaydi, yig'lamaslik uchun yoki bir ovintirish uchun telefon berib qo'yadi. Bu fojia, bu fojia. O'shani o'rniga yoshligidan qo'liga kitob berib, mana ertaklar aytmaydi, ertak yo'q, televizor, multfilm bilan qo'yadi, u kino, televizor bilan ulg'ayapti. Lekin o'sha kitob o'qib ulg'aygan bola, hatto mana shunday bir so'z ham borda, bitta kitob o'qib ulg'aygan bola ertaga 10 ta televizor ko'rib ulg'aygan bolani boshqaradi deydi. Chunki mana davlatni ham ziyoli insonlar boshqaradi-da. O'sha kitob ilmli insonlar boshqaradi degan nima ham bor? Fikr bor. Shuning uchun men istardim, telefonda emas, yoshlarimizni qo'liga bundan keyin iloji boricha harakat qilish kerak. Kitob va kitob berib borishimiz kerak. Bunga ota-onalarni jalb qilish kerak. Ota-onalar mana maktablariga istardim, o'qituvchilar, mana o'zim o'qituvchiman. O'sha maktablariga ota-onalar yig'ilishiga ko'proq ota-onalariga kitob targ'ibotini qilib borish kerak. Mahallalarga ham, maktablarga ham o'qituvchilar ayniqsa o'sha uy kutubxonalarini tashkil qilishda tashqibot qilib borish kerak o'qituvchilar. Yordam bersin ota-onalarga. Qanday qilish kerak, qanday kitob kutubxonani qanday tashkil qilish kerak. Mana endi kitobni ham masalan shunday qiyin nima kitoblar bor, uni yoshga qarab tanlash kerak-da. Mana ko'ryapmiz, xullas kitob insonda ilmiy savodxonlik, yaxshi inson bo'lib ketishiga sidqidildan harakat qiluvchi vosita deb o'ylaymiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Sahih Buxoriy degan mana kitobni men o'zim ham ko'rib, o'qigilarim kelib ketdi. 4 ta misradan iborat ekan. Shu kitobni ko'ryapsiz mana qalinligini. 4 ta kitob faraz qiling. Bu 4 ta kitobni o'qib chiqsangiz, meni fikrimcha hech qanday savodsiz insonni ham miyasiga bir yaxshi fikrlar kelib, yaxshi inson bo'lib yetishishiga sidqidildan harakat qiluvchi vosita deb o'ylaymiz. Hurmatli vatandoshlar, video roligimizni yakunlaymiz. Nima demoqchimiz? Kitob insonni yaxshi yo'lga va yaxshi yo'lga tarbiyalovchi asosiy vosita. Hurmatli vatandoshlar, bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar. Ravshan akamiz Qodirovni ham YouTube kanallariga obuna bo'lib, faqat yaxshi maqsadda odamzodni, yoshlarni ilmli bo'lish uchun videoroliklar chiqaradi. Xudo xolasa. Tomosha qilib borishlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Omon bo'ling.